hamma formada ketdi. Xuddi maktabga kelganinglar uchun rahmat. Mana bunday holatga kelgandan keyin bir-birini shu yopishtirish asnosida bunga mana bu g'altak bilan yopishtiriladi. Lekin tikish jarayonida boshqa g'altak ishlatiladi. Mana bunday gullar tikiladi. Ularni o'rik guli deb tushuntiriladi. Oq qora, faqat oq va qora bo'ladi. Ma'nosini bilasizlarmi? Ka'ba qora bo'ladi, usti qora. Bu o'sha Ka'batullohni boshda olib yurgandek hisoblanadi. Mana shu piltakach nimaga kerak deganda, mana shu pilklarni mana shu tikilib chiqqan har bir ko'chaga joylashtirish uchun piltakachlar kerak bo'ladi. E'tibor bilan tikmasangiz, e'tiborsizlik qilsangiz, buni qayirib turganda va o'girib mana bunday holatga keltirish jarayonida so'kilgisi igna, ip hamda aynishona bo'ladi. Aynishona bo'lmasa, bironta ishingiz o'xshamaydi. Ishlatishingizda qulaylik his qilasiz. Agar aynishona bo'lmasa, juda ham qiyin bo'ladi. Keyin mana bu chipchilash jarayonidagi ignamiz umuman boshqa bo'ladi. Buni ignasi ingichka va nozik bo'ladi. Shunday qilib, oldin chiroyli qilib shu holatga keltirib olgandan keyin ish boshlanadi. Mato bilan tushuntiramiz. Matoni qanaqa tikilishi, o'sha jarayonlar bilan keyin igna ushashi, o'shalarni o'rgatib sizlarga ish qilishni o'rgatamiz. Albatta ota-onalaringdan ruxsat olib, mana hozir maktablar tugadi. O'sha tugagan paytda kelasi oy yana 3 oy bekor uyda o'tirmaysizlar-ku, kelib shu hunarni o'rganib ketasizlar. Mana bu qizlar har doim kelishadi. Bular 9-sinf qizlar. Sizlar hozir 7-sinf qizlarsizlar. Albatta o'rgansanglar davomiy bo'ladi. Bizga o'xshab shu hunar orqasidan pul topasizlar va istagan darajanglarga yetishinglar mumkin. Kelganinglar uchun kattakon rahmat.